Kattalardan duo yo'q hozir. Hech ahamiyat berganmisiz? Mahallamizda bir qari mana shunaqa otaxonlar yo'q-ku. 60-70 ga borganlar ham kepkani bostirib oladi, sportivkani kiyib oladi, BYDga o'tirib oladi, qizlarni ko'rsa bab deb o'tib ketadi. U 60-70 dagi otaxonlar, ular уже sizga duo qiladigan bizani ota-bobolarimiz. O'zi 65 ga borib o'lib ketyapti hammasi. Oldingidek 80-90 ga hech kim bormayapti. Hatto shu 60 u yog'iga kepkangni, sportivkani yechishda oddiy, normalniy bo'lib, уже yoshlarga duo beradigan payting keldi-ku. Mana shunday duo beradigan otaxonlar qolmagan hozir. Hammasi savremenniy bo'lib ketgan otaxonlar. Mana shuning uchun ham duo yo'q jamoada ko'karish, o'sish, unish bo'lmaydi. Ya'ni imенно o'zi bu dunyoda eng muqaddas bu oila-ku. Muqaddas narsa yo'qolyapti-da, oila yo'qolyapti, oila. Qizlar o'zicha ketyapti, bolalar o'zicha ketyapti, каждый по-своему прав. O'shalarni qo'shadigan, aql beradigan mana shunday bir otaxonlar yo'q. Yo'q, ichib ketgan hammasi ko'chada yurib, yoki Rossiyada o'ris xotinni olib shu yerda qolib ketgan, duoni esdan chiqarib olgan umuman. Yoki bo'lmasa mahallada bo'lsa ham hali yoshman deb kepkani kiyib olib, sportivkalarni kiyib olib, og'ziga jivashka soladi deb mana shunaqasiga bir yaxshi qizlarni ko'rsa, o deb turib, hali ham yoshman deb o'ylaydi.